Assalomu alaykum akalar. Ko'ringlarchi mana. Tojikistonga zagaslarimiz, xudo xolasa. Damash qilib, bo'g'ishoq qilib, o'zlari xohlagan kallalarni o'rnatib berdik. Xudo xolasa, o'tayam go'zal chiqdi. Tag'larni chiroyli qilib, har xil fasonda qilib, bunday qilib tanlagan kallalarni o'rnatib berdik. Hammasini shoqi bo'g'i o'tdan bo'lakcha qilib chiqardik. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasiz.